Mana shu mashinada bir qiziq voqea bo'lib qoldi. Hozir to'g'risi bu mashinani endi ko'rib turibman. Emblemalari bu tush holatda. Hop, nomerlarni ko'rsatmaymiz-da. Mana shu emblema. Endi orqasiga o'tamiz. Orqasida xuddi shunaqa yozuv, ya'ni Skyward. Shunaqa emblemada, ya'ni Xitoy mashinasi, lekin rollarda ham xuddi shu yozuv. Tevalar ochilgan holatda ko'rib turibsizlar, tevasida yo'q. Mana bu joylarda BYD emblema, ya'ni bu degani asosiy yuragi BYD chiqariladi. Meni bilishimcha Xitoy mashinalari hammasi BYD kompaniyasi tomonidan qanaqadir zborka bo'lsa kerak. Nima deysizlar? Bu mashinamizni Kanse Freon quyishlik uchun olib qolganmiz. Akamiz avariya bo'lganda, tepa bo'lganda, oldida turbasi tekshirib qo'ygandan keyin yamatib keldi, joyiga qo'ydik. Endi daminani berib qo'yganmiz. Utishkasini oqtaryapti. Xudo xolasa hozircha yaxshi. Kompress hammasi yaxshi holatda bo'lsa, bunga freonlarni qo'yib, bemalol ishlatib berishimiz mumkin. Kimga shunaqa Kansening xizmatlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib berishlaring mumkin. Lekin men shunga o'ylanib qoldim. Emblema boshqa narsa, ichkarisi yana boshqa narsa, ajoyibi. Kim ko'rgan shunaqa mana emblema? Asosiy mashinada turgani shu. Lekin bu yoqda BYD. Qoyil lekin.